Hozir endi yurganimcha yuraman. Qolganiga xudo xolisa motorikshadami nimadirda обратно yetib olishga harakat qilaman. Yurganimcha yuraman lekin. Bugun hozir endi современный joyga olib boringlarman deb taksida современный joyga ketaman. Bu yo'lga qaryapman chunki bunaqa peyzajni hech qachon ko'rmaganman. O'shaning uchun ham ko'zim kameraga qaramayapti faqat. Uylar qurilib keturgan ekan-da, mana ko'cha tog' ko'chalar, uylar qo'shib qurilib keturgan ekan. Hozir endi 10 ga yursang, bunaqa chapga yursang, bunaqa ko'ramiz endi. Yo, вообще bunaqa joy ekan, mana kirib ko'raylik. Tamam, sekin orqaga qarab chiqaman. Mesela orqadan kelib signal berar ekan, sezmay ham qolar ekansiz. Men ketolmayman endi taqada qarab. Sekin orqaga qarab chiqib qoling. Bu yoqda menimcha yo'l yo'q. Odamlar unaqa kichkina joylarda ham rizqini olib, terib yurishibdi. Tasavvur qilinglar. Просто tasavvur qilinglar, mana shu yerda yashay olsanglar, ertalab bolalarni maktabga jo'natishingiz kerak. Maktab bo'lsa agar. Menimcha maktab bunaqa joylarda bo'lmasa ham kerak. Maktab bog'cha degan. Hammasi pulli. Yoki bo'lmasam просто o'zingizlar tasavvur qilinglar. Ayollarni mehmonga o'tga yuboryapsizlar, ko'chaga chiqish. O'zinglar mana bu qanaqa deb teparoq joyda yashaysiz. Bu yerda ham xuddi bizga o'xshagan odamlar yashaydi. Erta emas bu hayot. O'zimizni ochaylik. Xudoga behisob shukr qilaylik. Bir xonali uymi, chekkadami shaharda. Nima bo'lsa ham shukr qilaylik-da, harakat qilaylik, birgalashib harakat qilib yaxshilab davlatimizdan yana ham yaxshiroq qilsa bo'ladi, albatta bo'ladi. Hamma shanslar bor. O'qishga bu insonlarda bizda bor shanslar, bu insonlarda men yo'q deb hisoblayman. Hammasida ham bor narsa yo'q. Tug'iladi shu 5-6 yoshidan, 4-5 yoshidan bo'lmasa agar ishlashni boshlaydi, bo'ldi shu bilan kirib ketdi deb o'tdan qanaqa chiqadi? Shunaqa gaplar. Hozir endi yana 31% zaryadkam qoldi. O'sha zaryadkani tugaguncha mana shu ko'chalarni olaman. Chunki bu ko'chalarga qachon qaytib kelamanmi yo'qmi? Ertaga turlar olib qo'yganman, turlarda turishi mumkin, lekin baribir ham bu ko'chalarga menimcha kirmasam kerak yo'q. Mana uylar nimadirlar sotib yurishibdi. Ham YouTube'larda chiqib qoladi-yu, orasida ovqat qilib nimadirlar qilib turgan. Bu shunaqa. Lekin menga o'xshab o'z yurgan turistlarni hali bitta dona ko'rmadim. Shu meni qo'rqityapti, to'g'ri desam ozgina.
Manimcha bu joylarning aksariyati musulmonlar. Aksariyat. Mana posta var. Mana bu ham qanaqadir eski. Bundan qolgan eskidan kelgan imorat. Qanaqa imoratligini bilmadim. Lekin mahallalarda endi tasavvur qilinglar, mana shu tamda bu yoqdan mahalla, bu yoqdan mahalla, ichkaridan kirib chiqqan mahallalarda endi. Bosib ketishiga sal qoldi. Mol bozor shekilli. Biryani, chicken biryani, guruchli ovqatlar qilar ekan. Oh. Umuman hech qaysi biri yo bir to'xtash yo bir o'tkazib yuborish. Endi shunaqa hayot deyapti. Nima deysan endi deydi-yu. O'tda anqayib qolishga umuman hech kimning haqqi yo'q. Sal anqayib qolding bo'ldi. Nima endi bu? Bu ham nimadir-da, endi bilmadim nima ekanini. Bunaqa narsa ko'rmagan ekanman hali. Hamma shu. Bunaqa joylarga kelsanglar, bunaqa ko'chada kesilgan mevalarni hayotda yemanglar, chunki bilmaysizlar-da qanaqa joyda kesilgan, nima. Yo'q, yana qaytarib aytaman, bu odam mensimaslik yo o'zimcha nimadir emas, faqat безопасность. Odam o'zini o'zi ehtiyot qilmasa bo'lmaydi. Endi doktor sifatida bunaqa narsani o'ylab aytaman deyapman. Mana yana bitta masjid ekan bu yerda. Masjid. Juda ham bir bizni anaqalarimizga o'xshash. Bizdan ekan. O'zidan Sovet Soyuzidan qolgan arxitekturaga o'xshaydigan. Mana hozir masjidga kirib, hello tahoratxonasini iloji boricha olishga harakat qilaman. Bu darajada uni olayman. Lekin hozir harakat qilaman shuni olish. Juda raso, juda raso. Oh. Tahorat xonasi shunaqa ekan. Masjidlar bo'limiga obod. Asr, fajr. Namoz vaqtlari yozib qo'yilgan ekan. Burada juma 2:15 da o'qiladi. Yo tarafida remont bo'layotgan. Odamlar mana shu o'tirib tahorat qiladi. Yo tarafda, bu tarafda albatta odam ko'p bo'lgani uchun bir-biriga yaqin joylashtirilgan tahoratxonalarning hammasi. Akalar. Shukur qilamiz hamma. Bizdan joyi bu. Shu bilan men hozir bu yerda endi to'xtataman syomkani. Yo'q, endi bu yerdan chiqib ketish yo'li uni qidiraman.
ovqatlanishga bu narsa topmasam judayam qornim ochib ketdi.